Alo. Alo, assalomu alaykum. Muhayyoxon opajon bilan bog'landikmi? Ha, men. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz a'lomi? Xayrli kunlarda sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q, rahmat, yaxshi. Salomat bo'ling. Avvalambor bugungi quvonchli kunlar, tavallud, ayyom, shukrona kunlar muborak bo'lsin. Tana joningiz sog' omon bo'lsin va ayni daqiqalarda sizga dil izhorim tabriklar loyihasi nomidan qo'ng'irog'ingizni band qilib turibmiz. Ushbu loyihani boshlovchisi Zebinisa Tahirova bilan aloqadasiz. Rahmat. Salomat bo'ling va kutilmaganda mehmoningiz bo'lsam ruxsat berasizmi? Mehribon yaqinlaringiz nomlaridan chiroyli tilaklar aynan siz tomon yetib kelgan ekan. Taxmin qila olasizmi opajon kim bo'lishlari mumkin? Bilmadim endi. Taxminan yaqinlaringiz oralaridan aytib ko'rasizmi? Yaqinam opa-singlim bor, o'rtog'im bor, ukam bor. Albatta, qay birlaridan kutgan bo'lardingiz? Ukam bo'lsa kerak. Albatta, ular ham sizni juda ham yaxshi ko'rishadi. Sizni bugun xursand qilmoqchi bo'lgan inson opajoningiz Mahliyoxon opamiz ekanlar. Ularga hamroh holatda dadajoningiz Moqimjon aka, onajoningiz Xoshiyaxon opa va singlingiz Ziynatxon, ukajoningiz Izzatulloh nomlaridan ham tabrigimni qabul qilsinlar deya Mahliyoxon opajon tabriklab o'tmoqda ekanlar sizni. Rahmat. Salomat bo'ling, ilohim ularning baxtlariga chiroyli tilaklar aynan siz tomon yetib kelgan ekan. O'qib eshittirsam maylimi? Mayli. Marhamat, tinglang. Assalomu alaykum. Mening mehribonim, qadrli bo'lgan sirdoshim, singiljonim, yurakdan yaqinim, mehrligim. Men sizni bugungi tavallud ayyomingiz, shukronali kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Har bir yosh kunlarni birgalikda ko'rmoqlikni yaratgan Robbim Allohim nasib qilsin. 18 ming olamni yaratgan Allohimga hamdu sanolar bo'lsinki, meni ham sizdek yaqin singlimni ham bu dunyoda borligi uchun yosh kunlaringizda yoningizda bo'lmoqlik bizga ham nasib rozi aylasin. Jonim singiljonim, mehribon insonim, bugungidek go'zal kuningizda shunchaki boringizga shukurlarimni aytishni xohladim. Chiroyli yuzlaringizdan tabassumlar hecham arimasin. Yaqinlari uchun doimo qayg'urgan, atrofidagilar uchun yaxshilik tilagida bo'lgan, doimo duolarda jigarlari uchun yaxshilik tilagida bo'lgan eng mehribon qadrosman. Chiroyli kunlarda to'ylar qilganimizda qatorimizda xato bo'lmasdan doimo birga bo'lishlikni Robbim Allohimdan so'rab qolaman. Qalbingizni yaxshiliklar ila bezagan Robbim Allohim shunday bezasinki, sog'lik, salomatlik, g'ayrat, shijoat hamisha hamrohingiz bo'lsin. Ilohim, siz bilan birgalikda Allohimning muqaddas uylari atalmish Ka'batulloh, Baytullohlarni bir emas bir necha marotaba takror ziyoratlar qilmoqlikni Robbim Allohim nasib qilsin. Hayajona bo'lib Madina ko'chalarida sayr qilishlik nasib qilsin. Ilohim, tani joningiz sog' omon bo'lsin. Dunyo turguncha turing mehribonim. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. To'g'son bilan to'qnashib, yuzlar bilan yuzlashganingizda ham yaqinlari bag'rida ardog'ida bo'ling. Hech qachon kasal bo'lmang. Yonog'ida binafshalar ochiladi. Iforidan rayhon hidi sochiladi. Esga olib, ko'zimda yosh tomchiladi. Singillarning eng sarasi mening singlim. Biroq desam, hatto jonim fido etar. Iltijosi yaratganga borib yetar. Qo'lishlari volidamga o'xshab ketar. Singillarning eng sarasi mening singlim. Yuragini bosmasin hech alam deyman. Sen dunyoda eng chiroyli sanam deyman. Jonimizni o'ylar kichik onam deyman. Singillarning eng sarasi mening singlim. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin deb o'zlarining chiroyli tilaklarini aynan siz uchun yo'llab qolgan ekanlar. Sizni g'amlarga yetadigan dil izhorlaringiz bo'lsa, marhamat ovozlaringiz yozib olinmoqda. Rahmat, Tanajon, sog' bo'lsin opam. Juda xursand bo'ldim. Rahmat sizga ham. Yo'q emasdan. Sog' bo'lsin.
Ilohim aytganingiz kelsin. Bugungi tavallud ayyomlaringizni a'lo kayfiyatda o'tkazib oling. Mana shu mehribon bo'lgan yaqinlaringiz uchun doimo o'zingizni ehtiyot qiling. Allohimga omonat, siz sog' bo'ling, omon bo'ling. Sizlarga ham. Rahmat, salomat bo'ling.